Assalomu alaykum. Bugun mana 28-fevral qishda so'nggi kunlarda turibmiz. Ro'za Ramazon kunlarida mana iftorlikka qattiq tayyorgarlik bo'lyapti. Mana xonalar tayyor, to'la. Xudo xolasa, yana kimlarda zakaz bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Zakotovkalar bo'lyapti, zakaz bo'yicha. Bu narsani tashkillanaveradi mana. Sho'rva zakaz qilishganlarga mana sho'rvalar ham tayyor. Usta, sho'rva qanaqa, nimada bo'lyapti sho'rva? O'sha sho'rva. Mushak sho'rva bo'layotgan zakaz iftorlikka mana oshlarimizga mana tayyorgarlik zakaz bo'yicha tayyor. Mana oldi damlangan mana ovqat hazm qilgani mana tennislarimiz ham tayyor turibdi mana. Xonalar mana tayyor holatda mana. Bemalol yastanib o'tiraveradi. Tepada lyuks xonalarimiz ham bor. Hozir mehmon bolalarga, keyin chet eldan mehmon bolalar kelganlar mana bunday xonalar. Bundoqlarniki hajoy keladiganlar uchun alohida qilaman. 20 kishi o'tirib, nasib bo'ladi. Zakotovka salat, mana sok ham yo'q tayyor, svejiy salat tayyorlanyapti. Mana hamma tayyor holatda. Bunday atmosfera. Hozir mana bilan basseynni ko'rsataman hozir. Mana bitta ishga tushsa suv to'lqinlanadigan xususiyati bor. To'lqinli suvga ham cho'milaverasiz mana. Mana undan tashqari daliz ayeldor kelgan bo'lsa, joyi yosh katta oilaviy mana yerda mana shu narsaga baho berasizlar. Bu ich katta yo'q mana suv masaj. Ashetga o'tirib oladi, 4 tagacha odam o'tiraveradi, belidan suv masaj oladi. Mana suv dengizda atmosferasini beryapti. Ko'ryapsizmi? Buloqligini. Maylar svet kechga yonadi, ajoyib atmosfera berib turadi sveti. Ha, bolachalar cho'milgani qiynalsa, PlayStation ham bor uni. PlayStation'ni bosib o'tiraveradi. Bitta baho berib berasizlar. Rossiyadan maxsus olib keltirganmiz buni taxtalarini. Hidi ham o'zgacha, bir hidab ko'rasa atmosferani yomonini beradi. Graduslar 120 darajagacha isitiladi graduslar. Bemalol oilaviy muzdan kelaverasizlar. Hozirgacha bugungacha juda ko'p joydan mehmonlar kelishdi. Chet eldan ham kelishyapti. Mazza qilib o'zimizda turib hali ham kelganlaring shunga hayron qolaman. Qo'qon, Andijon, Qirg'iziston bu tomonlardan juda ko'pchilik kelyapti. Mana atmosfera, kelaverasizlar.